Mani esimdan chiqibdi. Aniq sizam esingizdan chiqqan. Judayam kam vaqt qoldi, atigi 2 kun qizlarjonlar. Lekin sizlarga ancha oldindan beri eslatib kelyapmiz. Profilimizni nomi o'zgaradi. Xudo xolasa, o'tgan yildan beri bizani kuzatayotgan mijozlarimiz eski profilimiz blokka tushgandan keyin bizani ko'pchilik yo'qotib qo'yishgan edi. Target yoqqanimizdan keyin target orqali nisbatan bizani topolganlar bo'lishdi. Lekin yana bizani yo'qotib qo'ymasliklari uchun birinchi mayda nomimiz, logotipimiz hamma internet platformalarimizda o'zgargandan keyin bu qaysi brend ekan, bu qaysi magazin ekan deb adashib qolmasliklari uchun hozir o'zida oxirgi marta eslatyapman. Storieslarda ham shu kungacha har kuni eslatib keldik va logotipli hamma videolarimizda qo'yib kelindi. Sizni esingizda qolishi kerak. Xudo xolasa 1-maydan hamma platformalarimiz уже Munivarga o'tgandan keyin bizani yo'qotib qo'ymang. Boshqa sizlarga targetda reklama qilib, nomni boshqa ko'rsatmaymiz. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Bizani kuzatishda davom etinglar.